Aynan ushbu voyaga yetmagan shaxsning maktabda dars qoldirganligi uchun ota-onasi 2025-yilning 12-sentyabr kuni, shuningdek, o'z boshimchalik bilan avtomobil boshqarib qo'pol ravishda yo'l harakati qoidalarini buzganligi sabab joriy yilning 8-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan va profilaktik suhbat o'tkazilgan edi. Ammo shunga qaramay, afsuski, ular to'g'ri xulosa chiqarmaganligi, mas'uliyatsizlik va o'z ota-onalik vazifasiga loqaydligi oqibatida qo'shtirnoq ostidagi erkatoylari qoidabuzarlik sodir etishda davom etgan. Ushbu transport vositasi 2002-yilda tug'ilgan Atadyanova Leyla Bekzotovga tegishli bo'lib, bu shaxs tomonidan 2024-yildan shu kunga qadar 18 marotaba transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga haydash uchun berganligi, shuningdek, qo'shimcha ravishda 37 marotaba boshqa turdagi yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzganligi aniqlandi. Transport egasining mas'uliyatsizligi va qonunchilikka bepisandligi voyaga yetmagan shaxs avtomashinani boshqarib ketishi va og'ir yo'l transport hodisasining sodir etilishiga olib kelgan. Shu o'tgan safar o'zi hamma xodimlarga ogohlantirdi. Mashina haydayman deb va'da berdi. Yana shug'ullik qilib haydab qo'ydi mashinani. Hammasi noto'g'ri. Qiyinchilikni pishonaman. Urgan xodimni men bor kechirim so'rayman xodimning o'zidan, uylaridan, birasidan. Biz ham ming pushaymonmiz, gaymizdan ham so'raymiz, orasidan ham so'raymiz, ikkalamiz ham noto'g'ri.